Meshhur Qomandan Axunupni Esleymen. Aptori Abdureshithaji Keremi. Mərhum Axunup Qashqar şəhərinin taş bazırdan bolup, bizning yaqin qo'shnimiz edi. Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'lani Axunup 1914-yili Aqto'ning Pilal yezisi tug'ilib, keyin ota-onasiga agishib Qashqarga ko'chib kelgan ekan. Men 1950-yillari boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larimdan tortib Axunup oilasini tanitdim. Taş bazar degan mahallada tugman teshi, yorg'unchoq qatorliq bug'doy qo'noqni un qilib pishiqlaydigan har xil toshlar setiladigan bozor bo'lg'achqa, qadimdan tortib u yerning ismi Taş bozori deb atilib kelgan. İmin taşçının uyidan tartib, Qadir Kaşal degan kishining uyigacha bo'lgan oraliq Taş bozori deb atiladi. U mahallada Barat hojim, Taş mollam qatorliq danqi bor odamlar yashaydi. Hozirmi Qum darvoza ko'cha boshqarmasi Taş bozori aholi komiteti deb atilib kelmoqda. Axunuplar oilasining asli kasbi taqchi. Ya'ni otning putiga to'mirdan taqi o'rdigan bir xil kasb. Axunupning asli ismi Ataxon. Konalar Axunupni Ataxon taqchi debmi ataydi. Axunuplar oilasi bir qancha avlod taqchilik bilan hayot kechirgan ekan. Axunupmi bola vaqtida Qum darvozadagi Keremi degan ustamda shogird ishlagan edi. 16 yoshlari bo'lsa kerak, ustasi Keremi bilan Janubiy Shinjang otliq garnizonning ichiga ot taqlash uchun kirganda millatparvar harbiy qo'mondan Mahmud Moyidiga yarab qilib, ustozidan harbiy sapga so'rab elib qilingan. Shuning bilan bu kishining askarlik hayoti boshlangan. U o'zining kam ko'rildigan askariy talanti bilan yaramliq kasbiy xodim bo'lib yetishib, dastlabda Mahmud Moyidining otliq qismida, Shingsay davrida Oluschi Xitoylarning Langardagi harbiy bazasida, keyin Qomandan armiyasining generali, Meshhur Qomandan Sopaxun polkida, oxirida Sharqi Turkiston milliy armiyasida yanala harbiy vazifa o'tab ofitser bo'lib ishlagan. Axunup Sharqi Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasining Sopaxun polki Tangirtog'ning janubidagi tajovuzchi Xitoy armiyasiga ajallik zarba berib, Boy Naysi kelganda qo'l ostidagi odamlar bilan Jumhuriyat armiyasiga qo'shilib, milliy armiyaning otliq askarlar qo'shinida komandir bo'lib ishlagan. U keyin milliy istiqloliyat urushida ko'p qitim xizmat ko'rsatganligi uchun batalyon komandiri kapitanlik harbiy unvoniga erishdi. Milliy armiya kun sayin shonli g'alabalarga erishib, Sharqi Turkistonning oy yulduzliq ko'k bayrog'ini Urumchi osmonida lapildatib, milliy mustaqilligimiz uzil-kesil g'alabaga erishishga oz qolganda, xalqimizning tarixiy dushmani Satqin Stalinning bevosita qo'l tiqishi bilan milliy armiyamiz Manas daryosi bo'yida buyruq bo'yicha to'xtab qilib, olg'a ilgirlay olmaydi. G'azab nafrati chekidan oshgan Axunup ko'p qatim armiyani boshlab olg'a ilgirlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Stalinning harbiy jasuslarining iskanjaga elish natijasida qo'zg'ala olmaydi. Hamda Mamtimin Iminov qatorliq
generallar qatarida nazarbandga ilindi. General Məmtimin Eminov başçılığıdaki 13. diviziya Qashqarga yetkelgende Axunup 3. atlıq polkining polkovnik harbiy unvoni bilan qadina saptishi Məmtimin Eminovga agishib Qashqarga keladi hamda Qashqarning Xongdi 3. atlıq polkida xizmat qiladi. 1961-1962 yillardagi Xitoy-Hindiston so'qishida bu polk urushga qatnashib, Xitoy askarlari necha qatim hujum qilib ololmagan Hindistonning Po'lat istikam qum barxini deb atalgan potaylarni hash-pashtigacha ilib, Xitoy armiyasiga shon-sharaf keltirdi. Tillada dastan bo'lgan qo'mandan Axunup qo'shinining bu jangovar urushdan xabar topgan markaziy harbiy komitet katvashlari biz bir top yo'lboslarni qo'ynimizda saqlabdik. Ular biz uchun eng ashaddiy ta'tirko'sh deb qarab, bu milliy armiyani bara-bara har xil bahona sabablar bilan tarqitib o'tdi. Shu qatarda Axunupni Tibetning oliy rayonidagi harbiy rayonga siyosiy komissar qilib tayinlaydi. Oliyga borgan Axunup insoniy burchini to'liq ado qilib, Tibet xalqining haqqoniy kurashlarini ochiq-oshkor qo'llab, pozitsiya bildirdi. Tibet rayonidagi mustaqillik ko'rishi ulg'aydi. Bu ishdan xabar topgan Xitoy amaldorlari Axunupni Qashqar taftish idorasiga bosh taftish qilib yo'tkib o'tdi. Bosh taftish Axunup Qashqar xalqiga ma'lum bo'lganidek, amaliy xizmat huquqidan foydalanib, jinoiy ishlar anzisini odil bartaraf qilib, xalqning yuksak hurmatiga erishdi. Bo'libmi siyosiy tus olgan anzilarni xalq ichidagi ziddiyat qatorida bartaraf qilib, jazolash oz, tarbiya qilib qo'yib berish nisbati ko'p bo'ladi. Buningda muxotirjam bo'lolmagan Xitoy hukumati Axunupni Qashqar yezigilikni mashinlashtirish boshqarmasiga boshliq qilib tayinlaydi. Qashqardagi qurolli qo'zg'olonning boshlanish harpisida Axunup shu boshqarmaning boshlig'i edi. Polkovnik Axunupning ayoli Patugul g'uljilik ayol bo'lib, Axunup Qashqarga yetkelganda birga kelgan edi. Patuguldan adolat, fazilat, samimiyat, xislat degan 4 qiz va ard o'g'il degan bir o'g'li bor edi. Axunup shu davrda Qashqardagi eng yuqori tabaqadagi eng boy, amaliy huquqi bor, deganini qila oladigan, qo'li har tarafga yetadigan 9 tal, o'ziga nisbatan baxtli bir oilaning xo'jayini edi. U tashkilot qurayotganda, qurolli qo'zg'olonni planlayotganda, qurolli qo'zg'olonga mengayotganda, mubodo g'albaga erishalmasak, yo o'limiz, yo turmada yotimiz deb beladi. U shularni bilib turib, nemishqa shu ishlarni qila oladi? Uning qalbida Alloh bor edi. Uning qini sop Uyg'ur qini edi. U har bir siqim tuproqni mening vatanimning tuprog'i, mening kindiq qinim to'kilgan muqaddas joy. Uni qo'g'dash mening milliy va diniy burchim deydi. U doim bu muqaddas tuproqda bu kelgundilarning yashash huquqi yo'q deydi. U dinim uchun, vatanim uchun, millatim uchun hammani qurbon berishga har zaman tayyorman deydi. U o'zining shaxsiy manfaatini hargizmi o'ylamaydi. Dinim uchun yashadim, dinim uchun o'laman.
Milletim üçün yaşadım, milletim üçün ölümen. Vətənim üçün yaşadım, vətənim üçün ölümen. Mən ulağa bir ömür qarzdar deydi. Biz hayat yaşavatqan hər bir Şərq Türkistanlıq onun iradəsiga varislik qilib, o manğan və bizga qaldırıb ketgan yolda təvrənməy mengishimiz, Şərq Türkistan istiqlali üçün bir ulush hassimizni qo'shishimiz lozim. Mərhum Axunup hər cümə kuni cümə namazdan yenib Hetga məscidinin o'ng tarafidagi supsida Hetga maydonidagi jamoatga to'ymay qaraydi. Nimalarnido xiyol qilib turib ketadi. Yeniga birər kishi kelib salom berib diqqatini buzmasala, uzungacha butun xalqni birdan ko'zdan kechirib, hammaga tang sap soladi. Peshtaxtdan tushgandan keyin xalq kinoxonasining oldidagi maydonga berib, eng qeri, ojiz satrashning yeniga berib, oftobda chas soqollarini oldiradi. Ba'zida Mejit apandi bilan uchrashib qolsa, uzun mungdishadi. Bu ikki peshqadam harbiy qo'mondonlarning soqol elish odati nima uchundir juma namozidan keyin boshlanadi. Ondan Hetga atrofidagi yezidan kirgan dehqonlarning yerlik mahsulotlardan uni buni elib ko'tirgunicha Yumaloq shahar tarafdagi uylariga yurib ketishadi. Men Axunupning cho'ng qizi adolatni yaxshi taniydim. U to'liq o'rta maktabni bitirgandan keyin madaniyat inqilobining kasofati bilan oliy maktabga bora olmagan edi. U Qashqar shahar kommunasi tavasidagi Hetga masjidining udilidagi soatchilik remontxonasiga shogirdlikka kirgan edi. U do'kondan qaytib Yumaloq shahar kinoxonasi oldidagi uyiga berib kelguncha Qashqarning o'ylanmagan yosh yigitlardan uningga ishpash tortmaydigani yo'q edi. U qiz rostilla Qashqarning go'zal edi. Uning tabiiy go'zalligi, uning go'zal axloqiga qetilib, uni texmo nazokatlik, xonish qilib ko'rsatdi. Qashqarning yigitlari uningga gap assa, qattiq gap qilmay, "Men texi o'quvchi, o'qishim kerak. Alloh nasib qilsa, o'qishimni bitirgandan keyin bir nima deyishayli. Bo'lsa, sizmi o'qing. Ana shu vaqtda shartingiz to'shidi" deydi. Bu qizning gapini anglagan har bir yosh uningga hurmat qilmay tura olmaydi. Men turmaga kirib, bir qancha yil o'tgandan keyin u qiz to'g'riliq boshliqlarimdan ba'zi bir hikoyalarni anglagan edim. U qizning soatchilik shogirdlikka kirishi faqat Sharq Turkiston mustaqilligi uchun ekan. Polkovnik Axunup bilan vatan ichi va sirtidagi munosabatlashadigan kishilarning soni mo'ljaldagidan oshgandan keyin ularning hammasi bilan aloqalashish qiyin bo'lg'achqa qizini soatchilikka hunarga bergan bo'lib, butun aloqasini qizi orqali ilib borgan ekan. Axunup qizini bakmi yaxshi tushundi ekan. Biz turmaga tashlanib, bir mezgildan keyin adolatni Qashqarlik bir yosh yigit o'z nikohiga ilib to'y qilgan ekan. Afsus, to'y qilayotgan kunida u yigitni Xitoy doiralari tutib ketibdi. To'y pitim qopdi. Uzun turmada yotgan u yigit turmadan chiqqandan keyin adolat bilan birga yashapti. Uningdan bir necha farzand ko'ribdi. Men turmadan chiqqandan keyin 90-yillarda adolatni ko'rdim. U haqiqatan ona bo'lgan ekan. Uning qapqara bo'tta ko'zidan helimi kelgusiga bo'lgan cheksiz umidvorlik, xalqiga sodiq milliy ruh aks etib turadi.
Oningda bir yoshurun kuchning barligi meni o'ziga jalb qiladi. Men oningga tasalli beratdim. O inqilobni erlar bilan emas, bu qitim ayollar bilan qilg'isi bor ekan. Oningga ofirin o'qigan edim. Lekin o yanala bir necha bolaning onasi, uning ustiga men uning bilan doim uchrashib turishim boshqalarning g'ayvatini qo'zg'aydi. Men eng oxirgi qitim uningga: "Siz yanala balalaringizni yaxshi beqing. Ularni elga qiting. Biz erkaklarni Allah jangga yaratgan. Biz cho'qim bu mushkul safarning o'ttisidan chiqalaymiz" degan edim. O bizni unutmang. Bizni xalqimizga to'niting degan edi. Men mushu Esleymeni yezayotgan 2005-yili 9-oyning 18-kuni bir telefon kelib qoldi. Darhol telefonni elib nomeriga qarsam, Qashqardan kelgan telefon ekan. Kompyuter oldida telefonda so'zlashib o'tib, adolatning mundan 5-6 ay burun olamdan o'tganligini anglab, ko'zim qorong'ulashib, yurakim qattiq so'qib, nafsim siqilib, gapimni deyolmadim. Janobi Allah marhumning yotgan yerini jannat qilsin. Amin. Bu xabardan keyin o'zimni kompyuterning ustiga etib, uzun yig'lab ketibdiman. Men yaqin bir qo'saqdan tushgan singlimdan ayrilgandek musibatga cho'mgan edim. Men yelimo kishining yurtida, bu shaharda, bu uyda yolg'iz edim. Men turgan shaharda mendan boshqa Uyg'ur yo'q edi. Mening ya xotinim, ya bolalarim yenimda yo'q edi. Shu yig'laganimcha kompyuterni takir qilib, holsizlanib yetib qaptiman. O'shimga kelsam, necha kundan beri yozgan aslamalarim g'oyib bo'pti. Kompyuterdan izdamagan yerim qolmadi. Hammasi o'chib ketibdi. Musibat xabarini anglab, kompyuterning narini xato besib solganligimni bilmadim. Axunupning bir o'g'li bor edi. O Axunup olamdan o'tganda texi go'dak bir bola edi. Uning taq turqi dal Axunupning o'ziga o'xshab qapti. Mening uningga masligim keldi. Boshqalarning aytishicha, o dadasining jasadini Qaracho'lning Esilgan qo'l degan yeridan yo'tkab kelib, Qashqarda qaytadan dafn qilmoqchi bo'pti. Bu mish-mish xabarni anglagan Xitoy doiralari Axunupning o'g'li Erto'g'ilga qattiq besim va hayva qildi. U uningga mipsand qilmay, dadasining jasadini akilish uchun tayyorlik qildi. Buni anglagan diniy ulamolarimiz uningga nasihat qilib, shehidning o'z joyida yotmoqi farzdir. Uni yo'tkamang degan nasihati bilan to'xtab qolganligini anglagan edim. U bola bilan ko'rish niyatim bor bo'lsa-mu, mo'yim ishlar bilan Qashqarda ko'p turolmaganligim uchun uchrashishga muyassar bo'la olmadim. Qomandan Axunup qurolliq qo'zg'alonga otlanish paytining yaqinlab kelganligini bilib, butun janubni bir mustahkam baza qilib qurib chiqish planini o'ttirg'a qo'yib, aloqani kuchaytirib, nay yezlag'icha yurishlashgan harbiy komitetlarni qurgan edi. Axunup avatgan aloqachilar naylargacha takror berib, qurolliq qo'shin qurish ishini jiddiy ilib borgan edi. Makit, Maralveshi, Yopirg'a, Yakan, To'qizoq, Otish qatorliq nahiyalarda qurolliq qo'shinlar orqa-orqadan barliqqa kelib, Axunupning buyrug'ini kutib turgan edi.
paylov maydoniga to'plangan Axunupchilar bir yerga jam bo'lsaq, bir muntizim armiya yangidan shakllangandek muhit yaratiladi. Naydin kesilib ketgan azamatlarning hammasi Axunupga bevosita chetishliq edi. Ularning oldi muddatsiz, eng oxiri 15-20 yillik kesilib ketgan edi. 74-yilga kelganda paylov maydonidagi Axunupchilar yana bir yerga to'planib, qurolliq qo'zg'olon ko'tarmoqchi bo'lganda posh bo'lib qilib, butun maydon harbiy holatga o'tgan edi. Harbiylar ig'ir qurollarni ko'tarishib, otlarga minishib, kech-kechalab siyosiy mahbuslarni turmadan chiqarmay, parakandichilik bilan bir necha oyni o'tkazgan edi. Qo'lga tushganlarning hammasi jinoyatni Yo'lbos Hasanning o'limiga do'ngab qutulgan bo'lsa-mu, yanala ko'p odamning qaytadan jazo muddatining uzartilishi bilan oxirlashgan edi. Shuningdan keyin Axunupchilarni bir yerga qo'ymay, boshqa doduy va atratlarga taqib etgan edi. Tugidi.